Misol uchun men agar o'zimdan yoshi kattalarni kutsam, hammasi uylanib ketgan. Kimnidir erini tortib olishim kerakmi? Bular yashab yurgan bo'lsalar, ajralganlar davno, уже почти 1 yil bo'ladi yaqinda. Xullas, mana men sizlarga haqiqatni aytaman. Men turmush o'rtog'imni uylanmaganlar dedim. Ular ofitsialni uylanmaganlar. Kim bilan yashab, qanaqa hayot qilgan bo'lsalar, misol uchun ikkala qiz ham yaxshi insonlar, bittasini farzandi bor, xalq taniydigan qiz, yaxshi obro'si bor, yoshi mendan kichkina, lekin mana hayotlari o'xshamagan. Ikkalovlari ham turmush qurishgan, bulardan oldin ajrashgan ayollar ekan va bularni shar'iy nikohi bo'lganmi, yo'qmi, men uni tepasida turmaganman. Men bilishim, что turmush o'rtog'im bilan tanishganimda bittalari bilan ajralganlariga salkam 1 yil bo'lgan, ikkinchilari bilan ajralganiga qanchadir vaqt bo'lgan, kam muddat. Lekin ular farzandim bor deb menga aytganlar. Men qariyman deganlar. Ikkinchisi homilador deganlar. Xo'p deganman. Men tashab qo'ymayman ikkinchisini ham. Unga ham qariyman. Men haligacha o'sha kartasidan pul tashab, nimadir dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa, hammasini qilaman. Chunki men farzandlarim ko'chaga tashab qo'ymayman deganlar. Men buni qabul qilganman. Meni hayotimda hozir hech kim yo'q. Men uylanmoqchiman deb aytganlar menga. Men rozi bo'lganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Atamdan borib rozilik olib kelganlar, onalari bilan tanishganlar. Bu to'ygacha ancha vaqtimiz o'tganda birgalikda. Men hech kimning hayotini buzib kirmadim. Men birovni bolasini yetimam qiladigan qiz emasman. Agar turmush o'rtog'im ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilsa, olib kelib shuni boqasan deb menga olib kelsalar, men boqaman. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolalarga nafrat bilan qarab, birovni bolasi yo anu ayol yo bu ayollarni men doim hurmat qilganman. Hech qachon hech kimni tanlovini men haqorat qilmayman. Birga yashash va ajralish ayb emas. Kimdir taqdiri bir-biriga to'g'ri kelmagan bo'lsa, misol ularning hayoti yashashgan, bir-birlariga to'g'ri kelishmagan, nima sabab bilan men bilmayman, ajralishgan. Ikkinchilari bilan ham shunaqa nimadir sabab bilan ajralishgan. Muhimi, ularni ajratgan inson men emasman. Siz bunaqa odamga loyiq emassiz-ku. Nima deganingiz bu? Siz insonni qanaqaligini qayerdan bilasiz? Alloh qalblarga qaraydi. Tashqi ko'rinish, boshqa. Misol uchun tashqi ko'rinish tomonlama ham juda ham kelishgan insonlar. Men hech kimni ayblamayman, o'rtoqlar. Kelinlik rasmlaringizni ko'rsatasizmi? Albatta, inshaalloh. Faqat nikohdan, zaksdan, xuddi mana Merimi, menga turmushga chiqasammi degan vaqtlardan billa rasm ko'rmadinglar. Xuddi shunaqa bo'ladi. Meni turmush o'rtog'im o'zlarini Instagramga rasmlarini qo'ysalar ham, ko'rgandirsalar, boshqacha formatda qo'yadilar. O'zlari xohlagandagi, ular bunaqa fotosessiya, media, bu blogerlarning hayotidan ancha uzoq bo'lgan insonlar. Mayli, 10 mingta bo'lganinglar, 10 mingta bo'lganinglarda men sizlarga kerakli gaplarni aytaman, chunki juda ham bu fitnalardan men charchavanman. Hech kim va hozir hayotlarida men borman. Kimni qadriga yetadi, ikkinchisini qadriga yetmagan, birinchisini qadriga yetmagan, boshqa borib o'zlari gaplashsin o'zaro. Men misol uchun menga qiziq emas. Men aytdim, 10 ta farzandlari bo'ladimi ko'chada, 100 ta farzandlari bo'ladimi? Menga aloqasi yo'q deganman. Agar uyga olib kelib, shu bizni farzandimiz, katta qilamiz desalar, men с удовольствием katta qilaman u farzandlarni. Men hech qachon nafrat bilan qaramayman, yaxshi ko'raman. Qaytanga o'sha birinchi farzandlarini rasmini ham ko'rganman, juda ham shirin bolacha. Nima, endi men turmush o'rtog'imni boshqatdan yana turmush qurishga haqqilari yo'qmi? Ajralganlar-ku. Yana nima, qanaqa? Mana Xiva deb men xorazmliklar bilishar ekan, ularni hayotlari qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, qanaqa qizlar.
nima sababli bo'lgan ajralishlariga. Unda faqat to'y bo'layotgani uchun tegyapsizmi bu pul? Yo'q, конечно. Biz gaplashib, bir-birimizga to'g'ri kelib, qalblar Allohning qo'lida. Agar shu bitta ko'rishimizda bir-birimizga iliqlik his qilib, muhabbat solib qo'ygan bo'lsa qalbimizga, bu Allohdan. Afsusdat qilish har xil odamlarga emas. Men gapirgan narsalarim, men qo'ygan videolarim u ikkita ayolga aloqasi yo'q. U bizani haqimizda har xil fitna qilib, orqadan sasib yurgan g'iybatchilarga tegishli. Hech kimga meni adovatim yo'q. Hammani baxtli bo'lishga haqqi bor. O'sha qiz etibdilar chiqib yaqinda hayotimga boshqa inson kiratib, Allohdan ularga mukammal baxt so'rayman umrlarini oxirigacha. Ikkinchi qizga ham shu. Meni boshqa sizlarga aytadigan gapim yo'q. Oila buzar, boshqa balo-battar deb tuhmat qilayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Men hech kim oilasini buzmaganman. Bundan keyin ham buzmayman inshaalloh. Hammanglar salomat bo'linglar. Yosh masalasiga kelsak, bu bizning ishimiz. Ma'lum, biz o'zimiz xohlagan inson bilan turmush qurib yashasak, bizga baxt tilaylar, o'zinglar ham baxtli bo'linglar. Qalbimdan bo'lganda meni farzandimning otasi, men hech qachon, men даже farzandim katta bo'lgan taqdirda farzandimga bolam akang seni paloningda, otang paloningda hech qachon aytmayman uning gap, men uning tarbiya bermayman farzandimga. Avvalambor Alloh meni jonim qachon achasa, qachon Alloh meni jonim oladi yo'q buni bilmayman. Shuning uchun aytajakim, meni to'g'rimda, meni xususimda, meni or nomusimga g'ururma deydi har xil gaplab istoriya qo'ymanglar iltimos. Xohlagan gapni so'zlab, xohlagancha yuritinglar, lekin men to'g'rimda iltimos gaplamanglar. Men bir farzandning onasiman. Meni farzandimni qaddi, meni yuzimdan farzandimni qaddi bukilmasligini istayman va shu sababdan hozir primoy efir ochdim. Bu gapni men istoriyada paylaşsam ham bo'lar edi. U meni arxivimda qolib ketadi. Men istamayman shuni arxivimdan farzandim ko'rmasin. Shu voqealarni qani bo'lmaganning bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsadan, ullayganda farzandim shu ishning bo'lgan balam, palon bo'lgan, yo'q yaxshi odam emas, shuning uchun tushunmovchiliklar bo'lgan deb aytishni istayman, lekin sizlar hamma narsani ochiq oydin aytib yotibsizlar. Qo'yinglar, kerakmidi? Noga kerak? Hamma tanlovni tanlab bo'lgan. Men bir baxtsiz inson o'xshab ko'rinib turganman. Yo'q, baxtliman. Hayotimda bor yaxshi insonlarim, yaqin insonlarim, ota-onam, farzandim, nima desam, hayotima bir inson girish arafasida men ham yangi bir turmush qurishni hali hozir o'ylab ko'rib, shuni arafasida turgan insonman men ham. Prosta nima desam, men ko'rko'rona bu vaziyatda qarab ketib bilmayman, chunki farzandim bor. Har tarafdan hozir men o'zimni o'ylab chiqimman. Faqat farzandimni ko'zi bilan qarab chiqaman, nera chiqsam. Chunki men qiz emas, erkak tarbiyalab turibman va u erkakni shundab tarbiyalashim kerak. Meni zimmamda shunning bir mas'uliyat bor hozir. Men u farzandga dim go'zal tarbiya berishim kerak. Men yashagan og'riqlarni yashamasligi kerak. Bunu sevgan xotin qizlar, buni hayotimda bo'ladigan narsalar xotin qizlara ozor bermaslik uchun bir